Altın kanat, kuşlar uçsun, kuşlar uçsun. Tamamında bo'lamiz ham. Assalomu alaykum. Ana shu 24 YouTube kanali obunachilari nasib bo'lsa To'qim bobomiz boshchiligida Zominga safarga yo'l olganmiz. To'qim bobomizdan kelolmagan do'stlari, sinfdosh o'rtoqlari uchun maxsus bu YouTube kanaliga ijtimoiy tarmoqqa joylanadi. Shu To'qim bobomizni do'stlarini, sinfdosh yaqinlari bo'lsa, kommentariyada belgilab, bitta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar. Hammaga mana shunday To'qim bobomizni o'rtoqlarini yoshiga yetganda mana shunday safarlarda yurish nasib qilaversin. Altın kanat, kuşlar uçsun, kuşlar uçsun. Bizim udum bahtlar kuçsun, bahtlar kuçsun. Bizim udum bahtlar kuçsun, bahtlar kuçsun. Sen tomonga talpingayman, vaslinga zor. Hayotımsan, baxtimsan deb aytganim bor. Kutgil meni zamindagi ey go'zal yor. Kutgil meni zamindagi ey go'zal yor. Altın kanat, kuşlar uçsun, kuşlar uçsun. Bizim udum. Mana o'shiga Peruvaliga keldikda bitta qo'z so'yib Yonbosh bozorida necha pulga oldikdagi kelib shu yerda so'yib bir oqsham yarmini ham yemagan o'ynab. Kim? Mahallada ishlaganda. Aytib beruvding как раз. Lekin Yeyishga biza aytmaysan. joylar zo'r ekan. Birov bergan. Ha, birov bergan. Tekin bersa, Yo'q, pul chiqarib. kimnidir moddiy yordam yozganman, bir bala qilganda shundan ko'rmasa Valdilarga. O'zingga tormozib tashlaydi. Hammasini qizig'i bor-ku. Ichaylik bor.
Zominda yurda. Jumaboy hammasidan Suv qizig'i chiqamiz. bir kichkina lagan go'shtni issiq bo'lgan sosib qo'yganmiz. Achib ketdi-da borganmiz. Payshanbaga borib yeymiz, katta o'ringa borib yeymiz, Mo'ybuloqqa borib yeymiz deb bizdan borganmiz. Achib ketdi-da o'yna. Bu 4 kilo, 5 kilolar qolibdi. Neydi mi? Yo'q, Andijon Qo'rg'on Zepana Qirg'izistonga chegara. Praktikada bo'lganman-da yerda. Xuddi mana shuni ishgan joyda tumandan shunaqa ishkardi joylashgan. Endi hamma bo'layapti. Tepada Qirg'ondan hozir tep-tek bo'lib ketgan. O'ziga yarasha chiraydigan bo'ldi. Qirg'izistonga o'shatdan joylarga ana shu shunaqa joy. Mana Lotokdagi suvni tog'dan olib kelganman qishloqda. Hozir tog'da Suvanbarga boramiz dedik-ku hozir. Ha? Hozir Suvanbarga boramiz. Suvanbardan tushyapti. Ha, bu suv ha? Bu yoqqa kelyapti. Bu yoqdan kelib Tepaga qarab ketyapmiz-da, hozir tepa. Tog' dasht gulzor bog'lar birga o'tgan yillarim ovlagan oxularim qirg'abun kunduzlarim
podachalar, podachalar. Mana qarab mana Zomin sanatoriyaga ham yaqinlashdik. Xudo xolasa mazza qilib bugun damda olib, erta obeddan keyin qaytish niyatimiz bor. Mazza qilib dam olamiz degan niyatdamiz. Endi dam oladigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi mana. Olmishga yaqinlashyapmiz bu yog'i. Onda sonda shunaqa jo'ralar bilan chiqib dam olib turish Через kerak. 600 метров держитесь Hammaga левее maslahat beraman по shunaqa dam olib turishni. Kilometr chiqasan deyapti. Shundan joy ko'rsagan bo'ladi o'zi. Mashina qiynab qo'yamiz uni. Stengasi bor, stengasi bor. Pastda ham joylar bor ekan. Stenga. Bu yoqqa chiqmaymiz? Yo'q, yo'q, u kecha bitta va qorong'iga chiqamiz yoqqa. Ulgurmaymiz. Milliard yeyotganlar. O kanatları hiç mi? Mana jo'ralar qaranglar, bizlar Zomin dam olish maskaniga keldik. Manzarani qaranglar. Zo'r mazza. Kechadan beri shu yerda dam olib yuribmiz. 4-5 ta jo'ra shu ob-havosi zo'r ekan. Sizlarni ham shu kelishlaringizni bir taklif qilaman shu yerlarga. Bir hafta mobaynida shu yerda bo'lamiz. Hali ham kelsanlar ustiga qilasizlar. Kenglar jo'ralar. Endi Zo'r. ko'prik kanatlarga. Ha, endi nasib bo'lsa, tepalikka chiqib, qo'ya kanatga uchib orqamdan bir tashab ko'rmoqchimiz. Sinab ko'ramiz o'zimizda bugun qoni bizlar qanday holatda ekanmiz hammamiz. Yoshga aytasizlar, ha? Ha, nasib bo'lsa yosh ko'riklardan o'tib Allohga boramiz. Mayli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelinglar sizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli sinfdosh do'stlar, aka-ukalar, olimlar. Do'stlar, mana Zomin sardoqqa kelganmiz. Mehmonxonada yotibdagi men xudo xolasa mashina bilan tepaga chiqib aytishdan kanatdan tushmoqchimiz. Hammaga salom, salomat bo'linglar. 69-yillar Rossiyada yurgan, Toshkentda yurgan, qishloqda yurgan barcha do'stlarim, hammalaringiz ishlaringiz yaxshimi? Oilalar tinchmi, sog' salomatsizlarmi? Mana bugun yuralar mana bir aylanib chiqdik Zominga. Haydarko'yga bordik. Zomin sanatoriyasi. Zamanla qolib ketmasin dedik. Kanat mashinadan chiqyapmizdan kanatlarni aytishmoqchimiz. Manzaralar chiroyli ekan, zo'r ekan.
desang degil shu bugun, yuragingda qolmasin tugun. Armon uzun, nadomat uzun, ertaga bugunni topib bo'larmi? Ertaga bugunni topib bo'larmi? Ey yor, ey yor, aytaringni tutmagin pinhon. Sevaman de yolborgin nolan. Sevgi bilan ko'ngillar bo'ston. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Ertaga bugunni topib bo'larmi? Assalomu alaykum do'stlar, uzoqdagi mana chet ellarda, Rossiyada xizmat ustida yurgan do'stlarim, Andoqdagi do'stlar, hammalaringiz zo'rsizlarmi? Mana bir bahonai sabablar bilan mana shu zominda bir zo'r joylariga keldik. Mana shu yerga kelish taklif qilaman hammalaringizga. Ey, yuralar, gashtakni shunga ichish kerak ekanda, gashtakni. Arzon aka. Ha, yemay, ichmay mazza qilib aylanayotgan joy ekan. Akbar hoji, gashtagingizni mana shu yerda qilsangiz kelaman, bo'lmasam gashtakdan chiqdim men. Do'stlar, mana shu ko'pirga bir chiqib aylanib keldim boya men bir o'zim. Yeli o'tdim. Mana Alisher ukamiz kelgan, Alisher 24 kanali avvalambor mana shu yigitga rahmat. Nasib qilsa, batafsil hammasini YouTube kanalida ko'ramiz do'stlar. Hozir yana bir borib, hozir aytayapti, juma man shu jonimga to'ydim, shu yerda sakrayman deyapti. Bor yo'q, aniq. Aniq, to'lqin qo'rqqanini kelmayapti. Mana shu ukamizga rahmat, mana shunchalik ham bilmagan joylarimizni olib kelib ko'rsatib, shunaqa zo'r joylar ekan. Mana Shveysariya oldida bir-ku qolib ketayotgan joylarda, Shveysariyalar hech narsa emas. Shveysariyada bo'lganmiz-ku, undan yaxshi emas. Mana bu zo'r ekanda bu. Mana assalomu alaykum do'stlar. Hammaga salom. Mana bugun Jumabekimiz ko'pirning narigi tarafiga bir o'tib kelmoqchimiz. Sadriddinlar borib ketdi ham bizlar ham bir Muntazam ravishda kuzatib boringlar. Vahima deyapti, borib o'tib kelish. Ko'pirdan o'tib, bordan tashlaymiz. Bordan tashlab ko'rmoqchimiz, xudo xolasa. Ketdik. Hammaga salom. Omad tilanglar, yigitlar. Demak, bizni kuzatib boruvchi hurmatli obunachilarimiz, bitta like bosib 1969-yil tug'ilgan buvonlarimizni xorijdagi do'stlar uchun navbatdagi roligimiz, video kontentimiz zomindan davom etadi. Kuzatib boraverasizlar. Bitta like bosish esdan chiqmasin, atmosfera juda ham zo'r. Uzun, ertaga bugunni topib bo'larmi? Ertaga bugunni topib bo'larmi? Ey yor, ey yor, aytaringni tutmagin pinhon. Sevaman de yolborgin nolan. Sevgi bilan ko'ngillar bo'ston. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Ertaga bugunni topib bo'larmi?
Vashshi bu yerda atmosfera dahshat. So'z bilan ifodalab, ta'riflab berish juda ham qiyin. Adrenalin. Balandligi bir 200-300 metr kamida bor bu yer. Mana bizni qahramonlarimizni hissiyotlari, yurishlarimiz boshqacha bo'lib qoldi. O'rtadan yurish kerak. Yo'q. Baribir sezilyapti. Qanday taassurot? Taassurotlar juda zo'r. Meni kuzatib borda hali dordan tashlaymiz, dordan yigitlar. Taassurotlar qanday? Taassurotlar yengil cho'qqa qarab ketyapti. Bir kun her şey hiç zaman yiyip To'lqinmi? Qanday bo'lyapti taassurotlar? Zo'r taassurotlar zo'r. Mana kanatni darogada ketyapmiz mana. Zo'r. His-hayajon, dahshat, adrenalin. Bizni yurtimizdan mana ekanki mana shunaqa narsalar qilsa. To'g'ri chet el deymiz. Ya o'zi siz boshchiligingizda mana shunday do'stlaringiz yig'ilib turibdi, buni o'zi Mana shunaqa aylanib yurish mazada. Endi ishlab bo'ldik, davlatga ham ishlab berdik. Mana endi maza qilib dam oladigan davrlar keldi-da endi. o'zi baland, yalincha faqat yurish boshlanadi. O'zi tez yig'ilib turasizlarmi? To'lqinmi? Biz ishqilib bir oyda bir, 15 kunda bir yig'ilib turamiz. Ha, bir sabab. Uzoq safarlarga chiqish bir yilda 2-3 marta bo'ladi. Ha, chet ellarga. Ha. O'tgan yili mana shu to'rtovimiz Turkiyaga borib keldik. Bu yil hech qayerga chetga chiqmadik-ku. Mana Zominga keldik, Aydarko'l bordik. O'z niyatimiz Aydarko'lda maza qilib dam olish edi, o'xshamadi Aydarko'l. Yaqayda bordik. Ha, xudo xolasa boshqa jo'ralar bilan ham kelamiz. Demak, sizlarni bunday yig'ilib turishlaringizga bir bayram yoki sabab bo'lish shart emas, ha? Yo'q. Bizga unaqa shart emas. Prosta ko'ngilga yaqin, ko'ngilga to'g'ri kelsa biz yig'ilib kelaveramiz. Shishada boshlantirdi, ha? Sizlar yoshlaringizga yetib yuraylik. Hammaga nasib qilsa mana shu do'stlar bilan aylanib safarlar qilish. Ha, hammaga nasib qilsin. Mana bizlar yoshlarga yetib yurish, bizlar jo'ralar xuddi maktabdagidek qilamiz. Ha. Hamma mana shunaqa jo'ralar bilan aylanish nasib qilsin, mana shunga vaqt topsin. Ozgina e'tiborda Shunday. odam o'ziga e'tibor qilsa, jo'ralar bilan dam olishni xohlasa, bo'laverayman. Xohlagan payt tashkil qilishi mumkin. Ha, qaytarib. Bunaqa dam olishlar uchun alohida qayerdandir ro'yxatdan o'tib, kimdandir iltimos qilib, xotindan ruxsat olish shart emas. Xohlagan payt kelaversa bo'ladi. Xohish bo'lsa bo'ldi faqat. Ha, shunday. Demak, mana shunday safarimizni davom ettiramiz. Mana bu boshqa tema vashshi. Juda ham baland. Jo'ralar. Har kimga emas ekan bizda o şey deydi. Qishloqda katta gapir ekanmiz, ko'chada katta gapir ekanmiz. Bu yerga kelgandan keyin nafasimiz ichga yutib yordik. Endi qaytish yo'q bizlarga. Teratimiz koydu. Piyada o'tamiz. Qayerdan bo'lsa ham, aylanib bo'lsa ham piyada o'tamiz. Hani endi Alisher aka orqanga edi, orqanga tashlaymiz-mi? Borgan. Men 2 kundan beri katta ketasizlar orqadan tashlaymiz. Va'da bergan, to'g'ri.
kadar ödedik. Bulmam. Hey, navbatimizni ko'ramiz. Manada biz çeken adam kurmayacak. Az görüp bir şekilde. Hozir bilamizda ko'rikmanib chiqsa. Bu halgan çıkıyor. Bitamiz, markaman. Sen bu yoqqa qo'lqishing majbur. Men mana turus qashyapman. Yo'lga o'zib ketsa deb aytamiz. Bu tavaktan işlep dur. Nasıl juda bilmayman. Ne? Yakıp getirdim diyeyim. Tamam, olsa pek maqsadda men ovoz qo'yaman. Zomindagi hayvonlarda maneken varianti ekan. Mana tog'da ham qor bor ekan. Tog'larda qor. Ko'nglimda bahor degan atmosfera mavjud ekan. Birbirimizga sakramayız, şimdi sakramayız. Yatağın içine düşüp bir de yaptı değil mi? Toparlar hem koy. Diyor. Bu ne ben gideceğim bu. Yurak dosh bermayapti ha. Bermayapti ku. Sen tashladi shu yosh. Tushundim men. Kulgusi. Men o'zi bunaqa joylardan qo'rqaman. Yo'q, olsin, men shunday qilib turamiz. Agar yosh bo'lganlarni tashlaydingizlar ha, yosh. Garantiya. Garantiya yosh tashlaydi. Hech shunaqancha bir hayajonlanuvlardan sakragansizlarmi attraksionlardanmi? Men tog'dan sakraganman yosh vaqt. Tog'dan. Kelmam, juda ko'p. Endi hozir yosh pand beryapti-da. Yosh. Nechaga kirdingizlar? 60. Ha, qara. 60. Mana taroziga chiqayotgansan-dan kilanga qarab baylaydi. Mana. Taroz qo'yib. Sen jengilsang, sen tashlab, shu iltimos. Pulni Tashlamayman. Pulni beramiz, tushunayapti. Taroz chiqayotgandan arqonga shu mo'rjolman. Yechim yetyapti shu. Men o'yladim, Kilanga qarab ketasan. sizlar tashlasangizlar kim qanday chiroyli kontent bo'ladi. Bir reklama qilaman dedim. Endi iloji yo'q. 60. 60 yoshda bir yaxshi yana bir kasallik orttirib olmaysizlar bu yerdan sakrayman deb. Masalani yechadi lekin. Bir tarafga. Bir taraf. Ya uzoqroq umr ko'rasiz, ya Ya abadiy 70 ga kirgan bo'lmay tashladik. Qachon? ha, videosi. Meydonda chiqdi. Endi boshqa yasama bo'lgan. Voy, yasam. Chista tashladi. 70 ga kirgan ekan. Qara, men tashlayman. Hop shu xarajat sen ko'radi. Men ne ko'taraman? Yur tashlayman, men mabada Rano bo'lib qolsa nima bo'ladi? Unda ham xarajat bo'ladi sizga, bir nima bo'lsa ham. O'lib qolsang so'ng men nima ha ko'taraman? jo'ralar boshdan orqa xarajat ko'tarish. Yaxmi? Ha, pul qanday menga? Ne ko'taryapman? Sen ko'tarasan, men tashlayman. Ha, to'lqinma birdan haydaydi. Haydaydilarmi? Bunda ben ya tushib ketdi o'zim. Ya ko'prikda biz nima bo'lsa bo'lib qo'ydim, men bilaman. Hala yukarı yazılıyor turizm. Bu yuzda bakın meni. Keldim, men yurak uzib keldim. Yosh chegarasi bor, 16 yoshdan 50 yoshgacha ekan. Ana. Sakramaslik uchun yaxshi bahona bo'ldi. Bo'lmasa men sakramoqchi edim men. Ochiqcha. Afsus bo'lmadi. Shuni niyat qilib edim, bu ham tushga chiqdi men. Ha, endi. Aytdim nima? Shpetgacha gapirdingiz ku men. Chiroy chiqadi. Nima bo'ladi? To'lqin bu jo'ralar zeta qo'rqdi. To'lqin shu uchun sakramayapti, ham kelmayapti ham deydi. Nima deysiz? Belim og'ridi-da.
qo'rqdim. Nimadan qo'rqdim? Hali o'zini bosib olgan yo'q, nafasini jaylab olgan yo'q, bilaman-ku. Men просто mana uni o'qib qo'rqib ketdim. 50 yoshdan ziyod bo'lmaygan. Ha, yana sog'likdan spravka Ha. blanka to'ldirgan deganiga deng. Hozir zomiga borib nimadan o'tib kelish kerak poliklinikaga. Sakrash uchun deng. Zo'r maza qilib dam olyapmiz. Ha, bunisi mayli bo'lmadi, yosh to'g'ri kelmadi. Unisiga nima deysizlar? Boshlab. Birinchi sen boshlaysan. Yo'q, boshlab yo'q, Men keyin kattadan boshlaymiz. Kattadan boshlaymiz. katta sen. Yo'q. Yoshlikda kim ko'proq boshlaydi shu ishkallarni? Sadirdan boshlaymiz. Sadirdan boshlaymiz. Pislikda ham hammasini shu boshlaydi. Vojibi? Esimni ketdim-ku. Yomon pis. Eng oxiri hech kimga hech narsa qilmasa keyin boshlaydi. Hech kimga hech narsa Vojibi boshlaysiz bo'lsa va trosdan o'tamiz. Ha. Ketib bo'lmasa shaqa bir agar piyoda o'tadigan joy bo'lsa agar men o'taman. Mana ustidan o'tganimizda bo'laydi. Bolamiz qo'rqib o'tirib oldilar. Rostdan ham hayajonli. Mana bitta opamiz qo'lda 360 kameralar bilan tayyorlanyapti. Endi adrenalinni ekran orqali siqib turishlaringiz uchun ham videoni sizlarga uzmasdan olib beramiz. Qo'lidanmi telefonni? Kamera. Ana endi hayajonlar boshlandi. Shuncha odam bir sig'ishdi. Kimni sakirish qiyin. Qo'rqib qolyapti. Ha, farasingman, pastga qarang, sakrayman deb ko'ringchi. Ayollar 40 ta joni bo'ladigan rostmi deyman ha? Ayollar 40 ta joni bo'ladigan rostmi? Ham bittasi o'ylabdi hozir jonini.
Qo'lida kamerani tashlab bermasa bunday sakran. Sakranmayman. Sakrang endi. Tashlang, shuncha odam qarab turibdi. Yugurib kelib sakrasa ekan. Qo'rqish uchun ham pul to'laysiz, ko'rdingizmi? Ha. Tashlasangiz, tashlamasangiz endi turizm ketdi. Mana. Voy. Mart ekan baribir. Ay endi bosib oldimi yurani? Mart ekan. Omadi bo'lsa bizni kanalda endi ko'radi. Tushgancha ham jur'at tushdi. Axir bu yerni oldirib tashladilar, ko'rishib qaytamiz tomonga. Demak, hurmatli obunachilar, qolgan ko'ngillilarni taassurotlar bilan o'tirishamiz. Diptalar bosib bizni kuzatish davom etasizlar. Xuddi mana shunaqa madaniy tadbirlar, nutqlar, to'y va marosimlar uchun bizni raqamlarimizga aloqaga chiqarasizlar, nasib bo'lsa chiroyli qilib bir umrlik tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Mana. Voy, qayerdansiz? Xorazmdan kelibdilar. Taassurot qanday? Hayajonlar ko'prikda o'tish. Hali boshlanishi. Ha, xushomad. Mayli, omad, yaxshi dam olasizlar. Narxi bilan birgalikda aytib ketaman. Bir kishiga 60 ming so'm ekan ko'prikdan o'tish. Aka, taassurotlar qanday bo'ldi? Taassurotlar qanday ekan? Qayerdan keldingizlar? Xorazm. Qaytdim, bittimi? Xorazm. Ancha ko'p tashrif buyurishgan. Mana hurmatli obunachilar, safarimiz oxirlashyapti. Endi Zomin sanatoriyasi o'sha mehmonxonasining ichidagi jarayonlarni taqdim qilmadik, faqat tabiiy atmosferadan baham ko'ringizlar degan maqsadda mana shunday tashqaridagi tabiat manzaralaridagi taqdim qilib bordik. To'qim bobomiz bilan birgalikda endi nasib bo'lsa qaytamiz, ha? Qaytamiz albatta. Maza qildik, lekin yaxshi joylar ekan. Hammaga tavsiya qilamiz kelib ketishiga. Nasib bo'lsa To'qimga yangi sizga otlar qanday bo'ldi?
Yangi sezonga zo'r otlar. Xudo xolasa yaxshi sovutib olsak, otlar zo'r boqildi. Ko'rdi-yu ko'pchilik. YouTube'ga joylading. Instagram, Telegram kanallarimizga qo'ydik. Nasib bo'lsa, Dilshod akamiz chopadimi bil? Ha, Dilshod chopadi. Jo'rabek polvon bilan birgalikda. Dilshod, Jo'rabek, Doston, anaqa kim? Toshkentlik Nurlan polvon. 4 talov chopar ekan. Nasib bo'lsa, otlarga ham omad yangi sezonda. 1969-yil yigitlari nasib bo'lsa mana To'lqin bobomizni musofirdagi, chet eldagi xizmat safari bilan yurgan yaqinlari hammaligiga salom deb qo'yamiz. Videomiz so'ngida nasib bo'lsa safarimiz shu joyda qaridi. Sizlarga ham To'lqin bobo omad. Rahmat, senga ham katta rahmat. Mana shunday 2 kundan bir birga yursamiz ham. nasib rahmat. Mana shunday safarlaringiz doim bexatar, davomiy bo'lsin. Do'stlaringiz og'iz birchiligiga ko'z tegmasin. Rahmat. Barchaga nasib qilsin mana shunday. Oilaviy borsan, yaxshi. Go'shtlar ham qimmatmi o'zimizdan juda? Ha, qimmat. Qimmat.